tashqari bolalardan yashirib pensiyasini qo'shnisiga berib qo'yar ekan, shu yig'ilib to'plab. Operatsiyasiz ham davolash mumkin. Qarigan chog'larda baribir kimgadir qaram bo'lib qolmaydi-da. Sizga rahmat aytganda ichingizdan o'tadigan emotsiyalar qanaqa bo'ladi? Oddiy so'z bilan tushuntirib aytish qiyin. Operatsiyadan keyin ham mana shu fizicheniyalarni olish shart. Bir kun emas, bir kun biz ham ota-ona bo'lganimizda 100% qaytadi. Hojatga borgisi kelayotganda ham his qilmas edi. Shuning uchun ham biz bemorlarni operatsiyaga jo'natmaymiz. Bu millimetrga bog'liq emas. O'sha kanali keng bo'lsa, og'ir yuk ko'tarish mumkin emas, lekin bu umrning oxirigacha emas. Sizda grija bormi? Buni operatsiyasiz ham davolash mumkin. Qanday qilib deysizmi? Bugungi podkastimizda shu savolingizga hozir javob olasiz. Bugungi suhbatdoshimiz Rahmatullayev neyrokinezologiya klinikasi mutaxassisi Aturgul opadan bugun qanaqa qilib operatsiyasiz grijani davolash mumkinligi haqida savollarimizga javob olamiz. Opa, aynan grija nima sababdan odamlarda paydo bo'ladi? Grija kasalligi bu hozir yosh ham tanlamayapti. Aynan paydo bo'lish sababi kam harakatlikda. Ko'pchilik o'ylaydi, og'ir ko'targanda, og'ir yuk ko'targanda paydo bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu aksincha ofisda ko'p ishlaydiganlarda, o'qituvchilarda, ko'p o'tirib ish qiladiganlarda ko'p uchraydi bu narsa. Kam harakatlikda. Uni qanchalik misol uchun, ya'ni razmeri katta bo'lib ketishiga nima sababli bo'lishi mumkin? O'sha doimiy kam harakatlikni sababidan grija paydo bo'lsa, lekin noto'g'ri og'ir ko'targanda, noto'g'ri harakat qilaverganda grijani razmeri o'sishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa millimetr o'sib boradi-da. O'sishi mumkin, noto'g'ri harakatdan. O'sha og'ir yuk ko'targanda, noto'g'ri harakat qilaverganda juda ham birdaniga grija o'sishi mumkin-da, nerv orqa miyadan kelayotgan nervga bosim o'tkazishi mumkin. O'sha paytda og'riq kuchayib ketadi. Ya'ni o'sha quyunchdan oyoqga tortib og'riydi. Oxirgi stepi, ya'ni oxirgi kattaligiga yetib kelganda qanaqa holatlar bo'ladi shunda odamga? Yomg'ir qolishi mumkinmi yoki boshqa yana sabablari? Hammada har xil bo'ladi. Bu orqa miyaning o'sha kanal torligi yoki kengligiga ham bog'liq-da. Nerv qisilsa, juda ham kuchli qisilsa, bu millimetrga bog'liq emas. O'sha kanali keng bo'lsa, grijani razmeri katta bo'lsa ham, lekin oyog'iga sezgi bemalol kelyapti, yuryapti, og'riq u darajada ko'p emas. Bu davolasa bo'ladi buni. Klinikaga aynan shunaqa odam keldi, ya'ni shu grijani oqibatida uje beldan past qismi umuman ishlamaydi. Har qanaqa holatda unga yordamchi kerak, ya'ni tashqariga chiqishiga ham, harakatlanishiga ham shunaqa bemor keldi. Biz unga yurib oldingidagi holatga qaytishiga, yaxshi rezultat ko'ra olishiga imkon qila olamizmi? Ya'ni shu darajada davolay olamizmi biz klinikada? Bo'lgan, shunaqa bemorimiz hozirda ham bor. Mana 2-kursga davolanib ketdilar. O'sha yurishlari ancha yaxshi. Bu holatgacha bizga kelganida beldan pastda sezgi yo'q edi. Oyoqlarida sezgi yo'q edi. Hattoki o'sha hojatga borgisi kelayotganini ham his qilmas edi. Grijani razmeri 9-10 millimetr edi. Hozir biz 2-kurs davolash muolajalarini o'tkazdik, lekin ancha kamaygan, oyoqdagi uvishlar kamaygan, tortishlar kamaygan, o'sha og'riqlar kamaygan. To'g'ri, bu narsa etap davolanadi. Bu bir pasda bo'lib qolmaydi. Chunki qisilgan nervga juda ham ehtiyotkorlik bilan davolash kerak bo'ladi. Operatsiyadan keyin, misol uchun shuni operatsiya qilishdi, qanchadir kiloli yukni sen ko'tarmasliging kerak degan doktorlar уже anaqani qo'yadi. Ya'ni o'zingni asrashing kerak, menimcha yuk ko'tarmasliging kerak. Ya'ni o'zini qanaqadir shu grijasini oldirgan odam o'zini ma'lum bir qismida уже cheklov bor deb his qiladi. Ya'ni to'laqonli hayotga 100% o'tib keta olmaydi. Bizda davolanib ketgan bemorlarimizni уже
oldingi odatiy hayotiga bemalol o'ta oladimi? Ya'ni bemalol og'irliklarni ko'taradi. Ya'ni o'ta katta og'irliklar deb nazarda tutmayman. Ma'lum bir qismida misol uchun 10 kilolik yoki shunaqa og'irliklarni ko'tarib bemalol o'tirib 1 soatlab ishlashi, shunaqa imkoniyatga ega bo'ladimi yo'qmi? Albatta, operatsiyadan keyin og'ir yuk ko'tarish mumkin emas, lekin bu umrini oxirigacha emas. Bu qaysidir muddatgacha. Operatsiya faqat o'sha nervga bosim o'tkazib turilgan o'sha grijani olib tashlanadi, lekin u yerda falaj bo'lib qolib ketgan yokida shikastlangan nervni davolashmaydi operatsiyadan keyin. Operatsiyadan keyin обязательно reabilitatsiya buyurishadi. Operatsiyadan keyin ham mana shu fizicheniyalarni olish shart. Chunki u yerdagi o'sha nervni tiklanishiga bog'liq. Mana bu 100% oldingi holatga qaytarish uchun обязательно reabilitatsiya olish kerak. Operatsiyadan keyin ham. Chunki falaj bo'lgan o'sha yerdagi bosim o'tkazib turgan nervni tiklash uchun fizioterapiya qo'llash kerak, igoterapiya qo'llash kerak. Mana shu atrofdagi mushaklarini ishlatib chiqish kerak. Shuning uchun ham biz bemorlarni operatsiyaga jo'natmaymiz. Operatsiyadan oldin mana shu lecheniyalarni olsa ham grijani razmeri kichrayadi. Yaxshi yordam beradi. Qisilgan nervlarni ham ochsa bo'ladi. Fizioterapiya, masalan, bizani eng birinchi qiladigan ishimiz o'sha grija umurtqani atrofidagi mushaklarni ishlatib chiqish. Mushaklarni ishlatib chiqsak, o'sha atrofdagi vaspaleniyani olsak, og'riqlik kamayadi. Sekin-sekin o'zimiz nazoratda ushlab boramiz, mashqlar qildiramiz. Mashqlar qilgandan keyin mana shu grijani razmeri kichrayishiga yaxshi yordam beradi. Demak, odatiy hayotga qayta oladi. Albatta 100% qayta oladi. Agar 100% to'liq amal qilsa bizani aytganlarimizga. Qarang, o'zi grijani misol uchun og'riq belgilari faqat belda bo'ladimi? Ko'plar misol uchun belini ushlaydi, voy grijam deydi. Har doim shunda bel og'riganda grijami? Yo'q. Agar belimizni ikkita tomoni faqat belni o'zi og'riyotgan bo'lsa, bu ichki organlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Lekin grija asosan oyog'iga o'sha hali ko'pchilik aytadi, menda belimda og'riq yo'q, oyog'imda bor deydi ba'zilar. Ba'zilar faqat oyog'imda-yu belimda deyishadi. Bu ham o'sha belni o'zida yallig'lanish, vaspaleniya bo'lsa ham mushaklarda og'riq bo'ladi belni o'zida. U grijadan bo'lmasligi mumkin. Grijani og'rig'i o'sha nerv qisilgani hisobiga quymichdan oyoqga tortib og'riydi. Belgilari mana shu. Boshida oyoqni barmoqlari uvishdan boshlanadi. Qaysidir 2-3 barmoq uvishadi. Ahamiyat bermaydi, yuraverishadi. Keyin boldirga o'tadi. Boldirdan boshlab quymichdan keyin yana pastga qarab nerv tortib og'riydi. Bu grija bo'lsa, nervga bosim o'tkazayotgani bitta sabab bo'ladi. Agar faqat bel o'zida og'riq bo'lsa, bu ichki organlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Masalan, buyrakda shamollash bo'lsa ham ikkita tomonga og'riq beradi. Yoshi katta insonlardagi grijalarda, misol uchun shuni haqida gapirsak, yoshi katta insonlardagi grijani, misol uchun hech qanaqa bizada ukol va dorilarsiz davolanadi, to'g'rimi? Bu uzoq muddatni tashkil qiladimi davolanishi yo'q? Albatta, yoshlarga nisbatan yoshi kattalarda ko'proq vaqt ketadi. Chunki ularda har bitta bo'g'imlar, o'sha umurtqalar eskirgan bo'ladi. Bu narsani tiklanishi uchun ularda ko'proq vaqt ketadi. Chunki baribir immunitet past ularda. Harakat yosh, masalan 20 yosh bilan 50-60 yoshni qo'ysangiz harakati bir xil emas u. Harakatda уже chegaralangan bo'ladi ularda. O'shaning uchun ularda uzoqroq vaqt ketadi-da. Yoshlarga nisbatan. Lekin shu bizni muolajalardan keyin odatiy hayotga qaytishadi yosh kattalar, to'g'rimi? Og'riq kamayadi ularda. Albatta. Ya'ni o'sha millimetrlari kamayadi. Albatta, shunaqa bizani lecheniyadan keyin o'zi asosan yoshlar kamdan kam keladi. Bu narsaga ahamiyat bermay o'tkazib yuborishadi-da. Asosan yosh kattalar keladi bizga. Unda ham uyda doimiy harakatda yurgan bemorlarimizda tezroq tuzalish bo'ladi. Chunki hamma aytganimizni qiladi, mashqlar qiladi, hamma aytganimizni qilsa, albatta 100% faol hayotga qaytishiga yordam beradi. Qarang-chi, endi davoladingiz aynan mana shu yoshi katta odamni, aynan grija bilan.
oxirsida hamma biz kutgan natija bo'ldi, ya'ni 100% davo topdi. Yoki misol uchun 90% davo topdi. Sizga rahmat aytganda ichingizdan o'tadigan emotsiyalar qanaqa bo'ladi? Bu juda ham boshqacha bo'ladi. Kimgadir shifo topishiga yordam bersangiz, buni oddiy so'z bilan tushuntirib aytish qiyin. От души rozi bo'ladi, hali bizani rozi bo'linglar, juda xursandman deb ketishadi. Albatta xursand bo'lamiz bu narsadan. Bu narsani tasvirlab berish qiyin-u, lekin qayta-qayta o'sha bemorga qaragisi kelaveradi. Bizga qanaqadir motivatsiya beradi bu narsa. Endi bitta voqea bo'lgan shunaqa, onasini olib kelgan o'g'illari ikkinchi kunni o'zida ancha yaxshi bo'ldi. Ularda ham belda grija bor, ham son chanog'ida anaqa yemirilish bor, ham tizida yemirilish bor. Bu narsa hammasi jamlanib ketgan. Lekin o'g'illari shunaqa nima bo'ldi, charchagan shekilli-da endi bu onasini ko'rsataverib. Hali onasi yig'lab aytib berdi, pensiyamni qo'shnilariga berar ekanlar, pensiyalaridan qaysidir bir anaqa miqdoridan yashirib, qari bolalaridan yashirib pensiyasini qo'shnisiga berib qo'yar ekan, shu yig'ilib to'plab nima qilar ekan. Endi shunaqa yig'lab aytib berdi, lekin baribir farzandli yosh o'tgani sayin ota-onasini tibbiy ko'rikdan o'tkazib, tekshirtirib tursa, qarigan chog'larida baribir kimgadir qaram bo'lib qolmaydi-da. Yotib qolmaydi, kimnidir yordamga muhtoj bo'lmaydi. Doimiy har 6 oyda o'tkazib tursa, o'sha tibbiy ko'riklardan o'tkazib, masalan, tizzalarini, bellarini, mayli ichki organlarini hamma yog'ini tekshirtirib tursa, analizda topshirib, bu qariganida qiynalib yurmaydi-da. Farzandligi shu narsani iltimos qilib qolardi. O'tgan sonda ham aytdik-ku shu narsani. Ota-onamiz uchun qilingan hozirgi e'tibor bir kun emas, bir kun biz ham ota-ona bo'lganimizda 100% qaytadi. Shuning uchun yaqinli ota-onamizni borida qadrlaylik, borida bor isteklarini amalga oshiraylik. Bugungi suhbatimiz menimcha hammaga qiziq bo'ldi. Sizda ham yoki ota-onangizda ham aynan bel qismi, oyoq qismida shunaqa kasalliklar bo'lsa, albatta sizlar Rahmatullayev neyrokinezologiya klinikasiga murojaat qilinglar. Sizlarni hech qanaqa dori va ukollarsiz, Xudo xolisa dardinglarga 100% davo bo'lishadi.